Eron bilan urush, men uni yakunlashini his qilganimda tugaydi. Donald Trump. Eron raketalari Isroil markaziga yetib bordi, strategik obyektlar nishonda. Eron Hormuz bo'g'ozidan o'tish shartini ma'lum qildi. Washington-Tehron to'qnashuvi, Trampning tahdidlari ortida qanday maxfiy strategiya turibdi? Tramp Putinning Eron uranini Rossiyaga ko'chirish taklifini rad etdi. Donald Trump urushida yangi qurol, Erik Schmidtning Merops dronlari Eron osmonini egallayaptimi? Dunyo siyosatini biz bilan faol kuzatib borayotgan tomoshabinlarga assalomu alaykum. Videoga like bosing va fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborish endi yanada osonlashdi. Endilikda siz O'zbekistondagi Uzcard, Humo, Visa kartalariga yoki hatto naqd pul ko'rinishida ham tez va qulay holatda pul jo'natishingiz mumkin. Hoziroq Play Marketdan yuklab oling va 400 rubl bonusga ega bo'ling. Agarda sizda qandaydir muammo bo'lsa, 24/7 qo'llab-quvvatlash xizmati mavjud. Anjir Pay xalq tanlagan mobil ilova. Eron bilan urush, men uni yakunlanishini his qilganimda tugaydi. Donald Trump. Juma kuni Fox News bilan suhbatda Trump mojaroning yaqin vaqt ichida tugashini kutayotganini aytgan, lekin zarurat bo'lsa, urush cheksiz davom etishi ham mumkinligini qo'shimcha qilgan. Prezident AQShda o'q-dorilar yetishmasligi haqidagi xabarlarni inkor etdi. Shuningdek, boshqa bayonotlarida Trump men hozir yumshoq yo'l tutyapman. Agar xohlasam 1 soat ichida Eronni yo'q qilib yuborishim mumkin. Eron davlat sifatida hech qachon qayta tiklana olmasligi mumkin degan. Qo'shma Shtatlar prezidenti Eronda kimdir norozilik bildirmoqchi bo'lsa, hukumati ularni pulemyot bilan otib tashlashini ham qo'shimcha qilgan. Eron raketalari Isroil markaziga yetib bordi, strategik obyektlar nishonda. Raketalar yana uchdi. Bu safar zarbalar to'g'ridan-to'g'ri Isroilning yuragi Tel Aviv tomon yo'naltirildi. Mahalliy manbalarga ko'ra, Eron bir necha ballistik raketalarni Isroil hududiga uchirgan. Zarbalarning bir qismi Tel Aviv yaqinidagi Holon harbiy sanoat majmuasi tomon yo'naltirilgan bo'lsa, boshqa raketalar Hayfa va Keysari atrofidagi strategik obyektlarni nishonga olgan. Bu hujumlar Eron tomonidan Isroilga qarshi so'nggi haftalardagi eng keskin zarbalardan biri sifatida baholanmoqda. Urush fronti faqat Isroil bilan cheklanib qolmadi. Eron dronlari Ba'aning Fujayra portidagi neft obyektlariga ham zarba bergani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Fujayra porti Fors ko'rfazidagi eng muhim energetika, logistika markazlaridan biri hisoblanadi. Agar bu zarbalar tasdiqlansa, mojaro faqat harbiy maydonni, balki global energiya infratuzilmasini ham nishonga olayotganini anglatadi. Shu bilan birga, AQSh ham Eron rahbariyatiga qarshi bosimni kuchaytirmoqda. Washington Roberts for Justice dasturi orqali Eron oliy rahbariyati va Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi yetakchilari haqida ma'lumot berganlarga $10 million mukofot taklif etdi. Taklif xususan yangi oliy rahbar Mushtabo Xamenei va korpusning yuqori lavozimli qo'mondonlariga oid ma'lumotlarga ham tegishli ekani aytilmoqda. Urushning ta'siri esa Yaqin Sharq bilan cheklanmayapti. Yevropada ham xavotir kuchaymoqda. Serbiya prezidenti Aleksandr Vuchich mamlakati ehtimoliy hujumlarga tayyorlanayotgani ma'lum qilindi. Uning so'zlariga ko'ra, Xorvatiya, Albaniya va Kosovo o'rtasidagi yangi mudofaa hamkorligi bitimi tuzilgani Belgradda jiddiy xavotir uyg'otgan. Vuchich Serbiya zamonaviy raketa imkoniyatlariga ega ekanini ham ta'kidladi. Geosiyosiy tortishuvlar fonida Rossiya masalasi ham yana kun tartibiga chiqdi. Germaniya kansleri Friedrich Merz G7 davlatlarining aksariyati Rossiyaga qarshi sanksiyalarni bekor qilishga qarshi ekanini bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, AQShning ayrim qarorlari Germaniya uchun kutilmagan bo'lgan, ammo Yevropa davlatlari Rossiyaga bosimni kamaytirish tarafdori emas. Shu tariqa so'nggi soatlardagi voqealar Eron-Isroil qarama-qarshiligi tobora kengroq geosiyosiy maydonga aylanayotganini ko'rsatmoqda. Raketalar va dronlar nishonga olayotgan hududlar kengayib bormoqda. Global energiya infratuzilmasi xavf ostida qolmoqda. Yirik davlatlar esa siyosiy va iqtisodiy bosim orqali bu mojaroga tobora chuqurroq tortilmoqda. Mintaqadagi keskinlik esa hali pasayish alomatlarini ko'rsatmadi. Eron Hormuz bo'g'ozidan o'tish shartini ma'lum qildi. Agar olib o'tilayotgan yuk uchun to'lov yuanda amalga oshirilsa, Eron Hormuz bo'g'ozini cheklangan miqdordagi neft tankerlari uchun ochishi mumkin deb xabar berdi CNN. Bu Eronning dunyoning asosiy arteriyasini nazorat qilish bo'yicha yangi rejasining bir qismidir, deyiladi xabarda yuqori lavozimli Eron rasmiysiga tayanib. Payshanba kuni oliy rahbar Mushtabo Xamenei bo'g'oz yopib qolishi kerakligini aytdi. Eron AQSh va Isroil bilan mojarosida undan ta'sir o'tkazuvchi vosita sifatida foydalanishni niyat qilgan. Financial Times xabariga ko'ra, Fransiya va Italiya kabi bir qator Yevropa mamlakatlari o'z kemalarining xavfsiz o'tishini kafolatlash uchun Tehron bilan muzokaralar olib borishga harakat qilmoqda.
Washington-Tehron to'qnashuvi. Trampning tahdidlari ortida qanday maxfiy strategiya turibdi? AQSh prezidenti Donald Tramp Eron rahbariyati vakillarini u aqldan ozganlar deb atagan shaxslarni o'ldirish uning uchun ulkan sharaf ekanini aytdi. Ular 47 yil davomida butun dunyo bo'ylab begunoh odamlarni o'ldirib keldi. Endi esa men, Amerika Qo'shma Shtatlarining 47-prezidenti ularni o'ldiryapman. Bu ulkan sharaf deb yozdi Tramp 13-mart juma kuni o'zining Truth Social ijtimoiy tarmog'ida. AQSh mudofaa vaziri Heggs 13-mart kuni Pentagondagi brifingda endi Amerika harbiylari Eronni urushning boshqa har qanday kuniga qaraganda kuchliroq bombardimon qilishini bildirdi. Shu orada Donald Tramp Fox News telekanaliga bergan intervyusida kelasi hafta Eronga qarshi juda kuchli zarbalar berilishini e'lon qildi. Uning so'zlariga ko'ra, AQSh allaqachon Eronga katta zarar yetkazgan va mamlakatning tiklanishi uchun yillar kerak bo'ladi. Tramp shuningdek zarurat tug'ilsa Hormuz bo'g'ozi orqali o'tayotgan neft tankerlarga AQSh harbiy kuzatuvini ta'minlashni ma'lum qildi. Shu bilan birga u bunday choralarga ehtiyoj qolmasligiga umid bildirdi. Bu holat hayot sifatiga ta'sir qilyaptimi? Oilaviy hayotda zaiflik, stress va ishonchsizlik olib kelyaptimi? Vulkan erkak kuchi va ishonchining yangilangan manbai. Prostata bezi adenomasi surunkali prostatitdan qutulishga yordam beruvchi ishonchli formula. Atigi 5-7 kun ichida natijasini sezasiz. O'zingizni yengil va ishonchli his eting. Vulkan siz izlagan tabiiy yechim. Tramp Putinning Eron uranini Rossiyaga ko'chirish taklifini rad etdi. AQSh prezidenti Donald Tramp Rossiya yetakchisi Vladimir Putinning Eron boyitilgan uranini Rossiya hududiga ko'chirish borasidagi taklifini rad etdi. Bu haqda The Independent xabar berdi. Mazkur taklif AQSh va Isroilning Tehronga qarshi olib borayotgan urushini to'xtatish bo'yicha kelishuvning bir qismi sifatida ilgari surilgan edi. Ma'lum qilinishicha, tegishli tashabbus ikki yetakchi o'rtasida shu haftada bo'lib o'tgan telefon muloqoti chog'ida o'rtaga tashlangan. Biroq Tramp bunga rozi bo'lmagan. Trampning ushbu qarori uning Rossiya Eronning AQShga qarshi harbiy harakatlarga yordam berayotgan bo'lishi mumkinligi haqidagi iqrori fonida yuz berdi. Bu Trampning Yaqin Sharq bo'yicha maxsus vakili Steve Witkoffning avvalgi bayonotlariga zid kelmoqda. Witkoff 9-mart kuni Tramp va Rossiya rasmiylari bilan suhbatdan so'ng Moskva Eron bilan razvedka ma'lumotlarini almashayotganini inkor etganini bildirgan edi. Biroq 13-mart kuni Fox News telekanaliga bergan intervyusida Tramp boshqacha fikr bildirdi. O'ylashimcha, Putin eronliklarga biroz yordam berayotgan bo'lishi mumkin. Nazarimda u bizni ham Ukrainaga yordam beryapti deb hisoblaydi. Shunday emasmi? Ha, biz ham ularga yordam beryapmiz. Putin ham, Xitoy ham bunday deyishi mumkin. Ular ham qilyapti, biz ham qilyapmiz. Adolat yuzasidan aytganda, ular ham, biz ham shunday qilyapmiz, dedi Tramp. Donald Tramp urushida yangi qurol. Erik Shmidtning Merops dronlari Eron osmonini egallayaptimi? AQSh Ukrainadagi urush davomida jang sharoitida sinovdan o'tgan 10 mingta to'sib qoluvchi uchuvchisiz apparatni Yaqin Sharqqa yuborgan. Bu haqda quruqlik qo'shinlari vaziri Daniel Driscoll 13-mart juma kuni Bloomberg agentligiga bergan intervyusida ma'lum qildi. Uning aytishicha, bu dronlar Eron hujumlarini qaytarish uchun qo'llanadi. Gap sun'iy intellekt bilan jihozlangan Merops dronlari haqida ketmoqda. Ular Googlening sobiq rahbari Erik Schmidtga tegishli Kaliforniyadagi mudofaa korxonasi Project Eagle tomonidan ishlab chiqilgan. 2024 yil yozida Ukraina armiyasi bu dronlarni birinchi bo'lib qabul qilib olgan edi. Driscollning so'zlariga ko'ra, AQSh va Isroil 28-fevral kuni ertalab Eronga qarshi urushni boshlaganidan so'ng Merops dronlari 5 kun ichida Yaqin Sharqqa yuborilgan. U bir dona bunday dronning qiymati taxminan 14-15 ming dollar ekanini, yirik buyurtmalarda esa narx 3-5 ming dollargacha tushishini aytdi. Taqqoslash uchun Bloomberg ta'kidlashicha, Eronning shahid dronlari kamida bittasi 20 ming dollar turadi. Shuningdek, AQSh armiyasi Yaqin Sharqda dushman dronlarga hujum qilish uchun mo'ljallangan portlovchi moddalar bilan jihozlangan Bumblebee kvadrokopterlardan ham foydalanmoqda. Ular ham Merops kabi Schmidt bilan bog'liq Perennial Automy kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, Ukraina armiyasi tomonidan allaqachon qo'llangan. 10-mart kuni esa Bloomberg agentligi manbaga tayanib, AQSh Ukrainaga tegishli anti-dron tizimlarini, jumladan Yaponiya, Janubiy Koreya, Yevropa va Yaqin Sharqdagi bazalarga joylashtirish rejasini ko'rib chiqqanini xabar qildi. Biroq muhokamalar keng ko'lamli hamkorlikka aylanmadi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.